Hammaga assalomu alaykum. Biz bugun ushbu palatkaga obzor olishga qaror qildik. Qani, boshladik. Ushbu palatkamizni biz Uzun marketdan xarid qildik. Palatkamizning eni 2 metrga 2 metr, bo'yi esa 135 sm. Bu degani palatkamizga 3 kishi bemalol sig'adi degani. Ya'ni yotgan vaqtida. Xo'sh, ana endi palatkamizni ochib ko'ramiz. Palatkamizning ichidan mana shunday qop chiqdi. Bu qopni hozir ochib ko'rishga harakat qilamiz. Demak, bu qopning ichida xo'sh, bitta arqon. Menimcha bu yerda bitta emas, bir nechta arqon. 4 ta mana shunday plasmas qotirgichlar va kolishka deydi, qoziq. Palatkamiz uchun qoziqlar bor ekan. Demak, palatkamiz yig'ilganda ushbu ko'rinishda bo'ladi. Og'irligi taxminan 3 kilogramm atrofida. Demak, palatkamizni yoyishni boshladik. Biz palatkamizni ochishni boshladik. Avvalambor mana buni yechib olamiz. Ana endi palatkani oyoqlarini qo'yamiz. Palatkani yig'ishga taxminan ketadigan vaqt 1-1,5 minut atrofida. Xo'sh, mana shunday yoyib olganimizdan keyin palatkani oyoqlarini shunday ko'tarib olamiz va ushbu eng baland joyidan boshlab pastga bossak, palatkamiz avtomatik tarzda yig'iladi. Xo'sh, palatkamizning 1-2 ta kirib chiqadigan joyi bor va kamerani olib kel. Va xuddi shunaqa 2 ta oynasi bor. Buni yozda bemalol ishlatsa bo'ladi. Bahor fasliga ham menimcha to'g'ri keladi, lekin qishda ishlatish uchun dimoxod yo'q, dimoxod uchun joy qoldirilmagan. Xo'sh, palatka umumiy holatda olinganda baquvvat. Men bundan oldin palatka ishlatganman va ushbu nima deydi? Tayoqchalari juda nozik bo'ladi boshqa palatkalarga. Ushbu palatkaniki menga hozircha yoqyapti. Buni tabiat qo'yinida hali sinab ko'rmadik. Hozirgina qo'limizga kelib tushdi. Umumiy olganda bizning fikrimiz yomon emas. Komplektimiz ichidan yana mana shunday yomg'irga qarshi yopinchiq chiqar ekan palatka uchun. Chunki ushbu joyida ko'p palatkalarda yomg'ir yig'ilib qoladi, suv yig'ilib qoladi va palatka ichiga o'tib ketadi. Ushbu holatda biz yopinchiqni mana shu holatda qotirib olsak, endi men ham bilmayman 100% yomg'ir o'tish o'tmasligini. Menimcha o'tmasa kerak, chunki yomg'ir bu yerda yig'ilib qolmagandan keyin o'tmasligi kerak. Ushbu palatkamizni butunlay yopish imkoniyati hamda faqatgina moskitniy setka, ya'ni pashshaga qarshi setka bilan yopish imkoniyati mavjud ekan. Bu bizga yoz kunlarida ushbu palatka ichida dimiqib qolmaslikka imkon beradi. Umumiy olganda palatkaga 10 balldan 10 ball bersak ham bo'lar ekan. Xo'sh, palatka ichiga keladigan bo'lsak, ichkarisini olgin. Tushir kamerani. Mana shu holatda o'tirganimda bo'yim yetmayapti. Bu yerda palatkani tepasida bemalol fonar ilib qo'yadigan joyi mavjud. Demak, agar faqat ovqatlanish uchun kiriladigan bo'lsa, bu yerga bemalol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kishi ushbu joyga
sig'ishi mumkin ekan. Albatta endi 8 kishi bilan ovga borilmaydi yoki tabiat qo'yniga borish juda qiyin. Maksimum 2-3 kishi bilan boriladi. Demak, ushbu palatkamizga bemalol sig'ish mumkin. Xo'sh, yana nima aytsam bo'ladi ushbu palatka haqida? Umumiy olganda palatkamiz haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat. Bu ma'lumotlar kimga kerak deyishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar baliq ovga, tabiat qo'ynida dam olishga qiziqadigan insonlarga menimcha yoqsa kerak, chunki qanaqa palatka olishni ko'pchilik bilmaydi. Men o'zim ham birinchi marta palatka olganimda bilmasdan juda nozik palatka olib qo'yganman. O'sha palatkamni bir necha bor tayoqchalari sindi, almashtirdim, yana sindi. Shunday ekan, ushbu palatkani olishga qaror qildim. Xo'sh, ana endi ushbu palatkamizni yig'adigan bo'lsak, avval tepadagi yopinchiqni olib tashlaymiz. Xo'sh, ularni ham tushirib olamiz. Eshigini yopish-yopmaslik haqida bilmadim-ku, lekin shu eshik biz yig'ayotgan paytda yopiq turadi, ochib turadi. Demak, eshiklarni ochib olamiz. Keyin qiladigan ishimiz ushbu qora joydan ushlab, pastdagi qora joyini tepaga qarab tortamiz. Va ko'rib turibsizki, palatkamiz yig'ildi. Hisob. Endi nima qilamiz? Endi mana bu to'rtta oyog'ini ichkariga qayiramiz. Kamerani yaqinroq olib kel. E'tibor beradigan joyi. Ushbu joyda yaqinlashtirgin. Ushbu joyda orqaga fiksatsiyasi bor, ya'ni orqaga ketib qolmasligi uchun fiksatsiya bor. Buni ozgina orqaga tortib, keyin ko'taramiz. Ushbu holatda yig'iladi. Qolganlarni ham xuddi shunday qilib chiqamiz. Endi ushbu joylarni ko'taramiz. Demak, buni ichkariga. Ichkariga. Umumiy hisobda palatkamiz yig'ildi deb olsak ham bo'ladi va yotqizib, uni ichida qolib ketgan havolarni chiqarib olamiz. Va o'raymiz. O'raganimizda shu holatga keladi va biz o'zining zatyeshkasini qo'yib qo'yamiz. Marhamat, palatkamiz yig'ildi. Palatkani o'z qopiga joylab qo'yamiz. Shu bilan bugungi palatkaga bo'lgan obzorimiz tugadi. Hammaga xayr, kanalimizni kuzatib boring.